Assalomu alaykum, Mofta baraka obunachilar. Xudo xolasa bugun biz yerda Blazer sotyapmiz. Atalarni sovg'a etib o'tar ekan. Xudo xolasa lentalarni qo'yib, video davomida kuzatib boringlar, pullarini Xudo xolasa yillarini jasur sotganimizni aytib beraman. Eng qiziq yeri akasining xabari Xudo xolasa video davomida buni ham qo'yib boraman hozir. Assalomu alaykum, tabrikimiz katta. Rahmat. Bundan ham ular nasib etsin. Bundan ham ular. Tunagun siz o'ynab o'tdi dedingiz, a? Siz o'yatdingiz, mashina zo'r ekan dedingiz, bilasizmi? Kelgan vaqtida. O'tganda ana shu og'amiz mashinani ko'rib ketdilar-da. Mana mashina zo'r ekan dedi. 3 kun o'tgan yo'q aradan kelib shu mashina. Assalomu alaykum, Mofta baraka obunachilar. Xudo xolasa bugun 2022-yil ishlab chiqargan Blazer'ni sotyapmiz. Bu mashinamiz naqd pulga 390 million so'm pul bo'ldi. Ishda sanab berildi, kredit bo'lgan. Bo'lmasdan, ana avtolar yaxshilarga qo'yganmiz. Tamam, ishlaringiz omad. Birinchi mashina Spark'dan boshlangan, bahodir 2019-yil Spark'ni 2020-yillarda berdim alashmasam. Bunda Xudo xolasa 5-mashina, 6-mashina mana shunday keldi. Hammaga nasib etaversin. Hammangiz avtobarakada kutib qolamiz. Avtobarakada xizmatdamiz. Naqd pul kredit partiyaga savdo etamiz, kelaverasizlar.